tushda ko'z tabibi ko'rishning ta'birlari. Har kim tushda Dahholni ko'rsa, o'tgan ishlarni yaxshilash va ishda yo'lidan adashganlarga yo'l ko'rsatishiga dalildir. Tushda tabiblik qilayotganini va dorilar ko'zlarga foyda berayotganini ko'rsa, odamlarni yaxshi yo'lga chaqirishi, gumrohlarga yo'l ko'rsatishi va odamlarga undan foyda yetishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida tabiblik qilayotganini ko'rsa, bir-biridan judo bo'lgan do'stlarni yig'ishib va odamlarning orasida yarashtirishga dalildir. Agar tushda uning dorisi ko'zga foyda bermasa, ta'biri aksincha bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.